Ko'pchilik gepard va leopard kabi hayvonlarning farqiga borishmaydi. Haqiqatdan ham nomida va ham tuzilishida katta o'xshashliklar bor. Masalan, ikkalasida ham dog'lar bor. Ikkalasi ham Afrikada yashaydi va albatta ular yirtqichlardir. Biroq aslida ularning o'rtasidagi farq juda katta. Har birining o'ziga xos xususiyatlari, turli darajadagi kuchlari va omon qolish strategiyalari bor. Ushbu video orqali biz gepardlar va leopardlar orasidagi 10 ta asosiy farqni ko'rib chiqamiz. Videoning oxiriga kelib, siz ularni osonlik bilan ajrata olasiz. Asosiy farqli jihat bu ularning tashqi ko'rinishi. Gepardlar ozg'in va nozik, uzun aerodinamik tuzilishga ega. Bu ularni juda tezkor harakatlanishini ta'minlaydi. Leopardlar esa baquvvat, muskulli tana tuzilishga ega. Ular kuchli oyoqlari va keng ko'krak qafasi bilan ajralib turishadi. Ularning yuzlari ham o'zgacha. Gepardlarning yuzida o'ziga xos qora chiziqlar mavjud. Bu chiziqlar ularni quyosh nurlaridan himoya qilishga yordam beradi va yuqori tezlikda o'ljani quvish paytida chag'lab qolmasliklarini ta'minlaydi. Leopardlarning yuzida esa bunday chiziqlar yo'q. Ularning yuzida oltin rang bo'lgan naqshlar mavjud bo'lib, ular zich o'simliklar orasida yashirinish uchun kamuflyaj vazifasini bajaradi. Yana bir katta farq bu gepardlarning yer yuzidagi eng tezkor hayvon ekanligi. Ular 0 dan 60 mil/soatgacha faqat 3 sekundda erishishlari mumkin. Ammo bu tezlikning bir yomon tomoni, ular faqat 20-30 sekund davomida yuqori tezlikda yugura olishadi. Leopardlar esa tez emas. Lekin ularda juda kuchli muskul mavjud. Bir leopard o'z vaznidan 2 barobar og'ir bo'lgan o'ljani daraxtga ko'tarib chiqa olish qobiliyatiga ega. Bu ko'p kuch va katta aniqlik talab qiladi. Gepardlar kunduz kuni ov qilishadi. Ular uzoqdan aniq va yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega va ochiq maydonlarda ovlash ular uchun juda qulay. Ular tezlikda, qisqa vaqtda va katta mashaqqat bilan ov qilishadi. Leopardlar esa juda ayyor yirtqichlar sanaladi. Ular o'ljalarni yashirincha, sabr bilan uzoq vaqt kutadilar. Daraxtlar, toshlar, soyalarda yashiringan holda ayni kerakli vaqt kelganda katta kuch bilan o'ljalarni qo'lga kiritishadi. Ularning yashash joylari ham bir-biridan farqli. Gepardlar keng ochiq maydonlarda yashashni afzal ko'rishadi, chunki ular ochiq maydonlarda erkin yugurishlari mumkin. Leopardlar esa o'zlarining moslashuvchanliklari bilan ajralib turishadi. Ular savannalardan tortib o'rmonlar, tog'lar, hatto qishloqlargacha yashashlari mumkin. Daraxtlarga ko'tarilish, o'simliklar ichida yashirinish ularni deyarli har qanday hududda hayot kechirishlariga imkon beradi. Leopardlar nafaqat osonlik bilan daraxtga chiqa olishadi, balki ular ba'zi bir daraxtlarni o'zlariga tegishli deb bilishadi. Ko'pincha ular qo'lga kiritilgan o'ljalarni boy berib qo'ymaslik uchun daraxtga osib qo'yishadi. Shuningdek, ular suvni yaxshi ko'rishadi va yaxshi suza olishadi. Gepardlar esa kamdan kam hollarda daraxtga chiqishadi va suvdan esa iloji boricha qochishadi. Ularning tirnoqlari to'liq ichkariga tortilmaydi. Bu ularni daraxtga chiqish uchun emas, tez yugurganda turg'unlikni ta'minlash uchun yordam beradi. Gepardlar g'irillagan va xuddi qushlarnikidek chirillagan nozik yuqori tondagi tovushlarni chiqarib o'zaro aloqada bo'ladilar. Leopardlar esa xuddi sher kabi g'azabli, o'kirish kabi tovushlarni chiqaradilar. Ko'pincha bunday ovozlarni o'z hududlarini himoya qilish uchun ishlatadilar. Faqat erkak gepardlargina ma'lum vaqt o'zaro yaxshi jamoaviy hayot kechirishlari mumkin. Ular birgalikda yashab, hayot davomida bir-birini qo'llab-quvvatlaydilar. Urg'ochilar esa bola tarbiyasini hisobga olmaganda doimo yolg'iz yashashadi. Leopardlar doimo yolg'iz yashashadi. Ular o'z hududlarini belgilab, unga boshqa hayvonlarni kiritmaslikka harakat qilishadi. Faqat juftlashish va bolalarni tarbiyalash paytida birga bo'lishadi. Gepardlar Qizil kitob tomonidan xavf ostidagi hayvonlar qatoriga kiritilgan. Ular yovvoyi tabiatda 7000 dan kam qolgan. Ular ekologik muammolar, insonlar bilan ziddiyatlar va brakonyerlar sababli kamayib bormoqda.
Leopardlar keng tarqalgan bo'lsa-da, ba'zi mintaqalarda ular ham xavf ostida qolmoqda. Bu ikkala hayvon ham himoyaga muhtojdir. Gepardlar va leopardlar bir xil mintaqada yashashsa ham, ular bir-biridan juda farqli hayot kechirishadi. Agar sizga bu tahlil videomiz yoqqan bo'lsa, izoh qoldiring. Gepard yoki leopard? Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Videoga like bosib obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting.